Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Men Amerikaning Los Angeles shahrida yashaydigan Erkin Sidiq. Bugun 2023-yili 5-ayning 19-kuni juma. 2 haftada bir qatim chiqadigan videoga chiqishim. O'tganki qatimliq videoda safarda bo'lib qolib, videoni aytib qisqa ishladim bir dengizning bo'yida. Xabarlarda bo'lgandek hozir hammamizniki ko'ngli bek parishon bo'lib ketdi. Odatda bek jiddiy yashayman men. İdaramning ishim bek besiq, andagi qava vaqtlarda uyg'onib ishni qilaman. Uyg'onib ishni qilish nihoyatda qimmatlik, muhim bir ish. Lekin ko'ngillik ish emas. Endi bizga davomliq vatan va vatandagi xalqimiz haqida yomon xabarlar kelib, shuni butun manzirini ko'rib yashaydigan bo'lg'achqa kishini ro'yjatin bek vayron qilyotdi hammalarni. Ayta bo'lg'achqa yaqinda bir hafta safar qilib kelaylik, sayohat qilib kelaylik deb safarga chiqib keldik. Kanadaniki Montreal shahriga berib, aşağıda 7 kunlik parxod sayohatini boshlab, ondan keyin Bostonga keldik. Bu ikkiyaning orlig'iga yaqin, agar mashina haydasa 4 soatlarda berib bo'ldi ekan. Lekin parxod shu Montrealdan minib Atlantik okeanga chiqib, aylanib, andagi Bostonga boradigan bo'lg'achqa 7 kunlik safar bo'ldi bu. Biz Quebec shahrida, ondan keyin Prince Edward orolida, Sydney shahrida, ondan keyin Halifax shahrida, Amerikaniki Bar Harbor degan shahrda, ondan keyin Bostonga taxmin qildik. Bir qancha tuqqanlar va do'stlar bilan birga nihoyat ko'ngil bo'ldi. Endi hozir yaqinda chet ellarda ancha-muncha to'y to'kimalarmi bo'lyotdi. Bundaq yerlarda vatandan kichik vaqtda chiqib ketgan yoki chet elda tug'ilib o'sgan o'smirlarimiz nihoyat payzi o'ynaydi bundaq to'ylarda. Endi bizga o'xshash vatanga qanmagan, vatanga qanmay chet elga chiqib chet elda turib qolgan kishilar uchun hozir bu bundaqaligi o'sha o'ltirash, to'y to'kin degandek aslida insonlar nihoyat xo'shal o'tkazishmi bo'ladigan narsalarda xo'shal bo'lolmaydigan bir holat ahvol shakllanib qoldi. Shu boshqa men shu hozircha bir hafta suvni ko'rib dengizning ustida bir aylanib kelay deb shay berib keldim. Herhalde safarimiz ko'ngilli bo'ldi. Bir qism rasmlarni Facebookga chiqarib qo'ydim. Ehtimol yana ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Endi bu asosan 2 hafta 4 hafta bo'lib qoldi. Bu cho'ng xalqaro xabarlar to'g'riliq yo Xitoy ahvol to'g'riliq gapqimig'ili. Aşta boğaçqa bilgan şu müstetapdagi ahvollarni azarcha xulosalab o'taman. Oldi bilan sizlarga deb qo'yilgan bir qancha uqtirish bor. Shuni bir davolay. Uniki birisi Uyg'ur Project fondi bu yil 9-oyda Istanbulda 20 leksiya degan bir faoliyat o'tkazmoqchi. Bu faoliyatga biz maqola to'pladik. Hozir maqola 45 parcha atrofida bo'ldi. Ondan keyin İstanbulda 20 odam leksiya so'zlaydi. 9-oyning oxirida men vaqt kelganchaqda yana e'lon qilaman. Bu asosan hozirgi vaziyatda chet elda yashayotgan Uyg'ur ziyoliniki bilimi va aqli kuchini to'plab, millat bundan keyin qanday qilsa bo'ladi shunday vaziyatda. Mush vaqtdagi o'ziniki qo'sig'idagi narsani bir o'tirib chiqarib baqsa, mush orqali chet eldagi Uyg'ur ziyolarining aqli kuchini bir yerga to'plasak degan bir maqsad qilgan. Bu iş obdan menyapti hozir, nihoyat yaxshi ketyapti. Mushta hozir men bir iqtirish qilib 6 nafar qarindoshimiz maqolalarni tayyorlab turganga o'zini ma'lum qilgan. Bular hozir jiddiy ishlayapti, bu ishni qilyapti. Ashtaxtda misol yetishmay qoldik. Maqolani tayyorlashga odam lozim. Agar mushta ish qo'ldan kelgan qarindoshlar bo'lsa, men bilan aloqalashsanglar. Vazifa bek ig'ir emas. Bundan keyin ehtimol bek ko'p bo'lsa 2 yoki 1 maqola tayyorlasa tugaydi deb o'ylayman. Hozir 6 nafar qarindoshimiz nihoyat jiddiy qilyapti bu ishni. Sal yetishmay qoldik. Xudoyim bursa 7-ayning o'tirlarida kitob chiqaramiz, shu maqola to'plamida bir kitob chiqaramiz, nashr qildiramiz rasmiy. Buni shu İstanbuldagi leksiyaga kelgan qarindoshlarga haqsiz taqdimimiz, andan keyin Abdurlarga haqsiz taqdimimiz. Undan boshqa bu yil shu yaqinlik bir necha yil mobaynida Uyg'ur Project fondiga pul yoniqayotgan qarindoshlar agar ola olsanglar, sizlarga yetkazib bera olsak, agarda sizlarga maxsus taqdimimiz bu kitobni. İstanbulga boradigan qarindoshlar bo'lsa, İstanbulda taklamakan
nashriyat kitobxonasidan evasi bo'ladi. İşte uğraştırıp koyduğumuz biz keyince. Şu bu iş bir dakika dedim. Yana bir iş Germaniyadaki Mervayet Hafız sınırımız. Torda balalarındaki resim sızış dersini başlayan 3 yılın aldıda. 3 yıldak boldu hazır bu işin kuvvetli. Xiljiq Uyghur balaları terbiyelendi bu yerde. 5-6 yaşlıktan tartıp 9 yaşlıqaçılık degandek. Bu sınırımız Xiljiq tecrübelerini yakınlap hazır bu işten aydı bir muntazım rızkı düşürüp yaptı. Hazır şu tor sınıfıga tor sınıfında okuyduğun okuyucuların sanını köpeytiş arzusu varken ben bugün üzerimdeki Facebook'a şu Mervayet sınırımızdaki Facebook'daki azraq uçurlarını ortaklaşıp koydum. Ballarındaki sızgan resimlerindeki nusklarım var ya da misalları şu yerden kürüp asanla buludu. Bu olsa eğer ballarınlarını işte bir saatini terbiyelep kıyıdan kardeşler olsa Mervayet Hafız sonunuzdan alakalaşıp ballarını aşdersi gibi asanla buludu. Anından keyin yana bir uqtirish Amerikadagi bir o'ringa Uyg'urcha, İngilizce, Uyg'urcha bilan İngilizcening o'rtasida tarjimonlik qiladigan odam lozim ekan. Mening bilishimcha bu yozma ko'pincha vaqtlarda Uyg'urchadan İngilizchaga bo'ladi deb o'ylayman. Mush xizmatga bu axloqiy xizmat endi. Mush xizmatga qiziqadigan qarindoshlar bo'lsa, men bilan aloqalashsanglar, men sizlarni munosabatli kishilarga ulab qo'yaman. Endi dastlabda mana shu Xitoy to'g'riliq Xitoyning xabarlarini ozroq deb o'tay. Shu yaqinqi vaqtda bo'lgan bir cho'ng xabar endi o'tirib chiqqan 4-yangi 22 kuni. Xitoyniki Parijda turishliq Xitoy nimasi elchisi qo'llandi u yerdan. Oyoq qo'llanma Xitoy deb qo'ydim. Elchisi bir nayt vahshiy gapdan birini qildi. Yaqında Macron Xitoyga berib ziyorat qilib qaytib berib bir qism vahshiy gaplarni degan, undaki men Xitoyga o'tirishga bir gaplarni dedi. Asosan nima dedi desanglar, burunqi Sovet ittifoqi davrida Sovetga tava bo'lib, keyin mustaqil bo'lib ketgan allarniki iyilik huquqi degandek qonuniy asosga ega emas. Demakchi ular xalqaro qonun bo'yicha qaraganda qonunsiz degandek gapni dedi bu bir Xitoy. Shuningdek bu nihoyatda cho'ng xalqaroliq bir g'ulg'ula qo'zg'atdi bu xabar. Shu vaqt o'zida bek cho'ng xabar bo'lib ketdi. Keyincha bu Xitoy hukumati 5-yaniki 15-kunlari akitdi ekan degan gapmi bo'lgan. Men bu to'g'ri xabar olmadim, akatmadi. Bu mening farzimcha nihoyatda maqsadlik o'tirg'a chiqqan gap bu. Qanday gap desanglar, Rossiya Ukrainaga hujum qildi. Ukrainaniki bir qancha o'lkalarni besib oldi, egallab oldi hatto. Xitoy buni qo'lladi. Hozir bunday gaplarning o'tirg'a chiqishi Xitoyniki asta-asta xuddi Ruslardan do'rab, O'rta Osiyodagi allarni o'ziga qo'shib olishniki tayyorligi deb o'ylayman men. Shuni qasddan bir sinab eqib bo'lar, mana shu gapni desak nima deydi xalqaroda. Bu bir cho'ng bir g'ulg'uli bo'lib hozir sal pasayib qoldi. Buni maqsadga o'tirib chiqargan. Agar buni ashi Xitoyniki o'ziniki og'zidan tasadduq chiqib ketgan gap bo'lib qolsa, Xitoy hukumati bu Xitoyni darhol aktatdi Xitoyga. Unda ishlar yuz bermadi. Mening bilishimcha u Xitoy hozir shu Fransiyada ishlayotdi. Buni maqsadga ishlab o'ylayman. Bu bir cho'ng xabar bo'ldi. Endi bu oldingi 3 kunning mobaynida Xitoyda bo'layotgan bir cho'ng xabar bor. U nima desanglar, Amerikada bir xil komediyanlar bor. İngilizce talk show deydi bularni. O'zi yolg'iz o'tirib sahnaga chiqib har xil gaplarni chaqchaq shaklida deydigan. Bularchida kunlik xabarni chaqchaq qilib deydiganlarmi ko'p. Ko'pincha shu navbatdagi vaziyat haqida to'xtalib, şu vaziyatning ahvollarini chaqchaq aylantirib so'zlaydi, deydi. Nihoyat qiziqarli kishilar bek yaxshi ko'radigan bir o'yin endi bu konsert texnasi. Endi buni Xitoylar do'rab ekan, shuning ichida shu Xitoylardan chiqqan bir Li Xaoshi degan bir Xitoy bor ekan. Yosh bola 34 yoshlik. Bu yaqinda bir qatimliq sahna o'yinida endi bu azroq yaqib qo'yibdi ekan. Nim debdi desanglar, o ikki tal bo'rini tilg'ilib,
Börelərniki istili intayin yaxşı, davamlıq g'alabiyat qozongan urushni qila oladi degan gapni debdi ekan. İstili intayin yaxşı, g'alabiyat urushi qila oladi degan. Xitoycha 8 tal so'z. Zofeng Yuliang Ningda Shengzhen deydi. Şu 8 tal xat endi. Mushunda qo'ygan ekan, Xitoydagi birovlar buni chiqib Xitoy hukumatiga hozir endi bu bolani qo'lga olib, uniki digorlashgan bir shirkatniki digorni bekor qilib, andan keyin 15 million Xitoy pulidek jirimani qo'yib degandek bir ishni qildi. Buni aytib cho'ng g'ulg'ul bo'lyotdi. 3 kunning yoqi Xitoylarniki, chet eldagi Xitoylarniki videolarni ko'rsanglarmi asosan mushto'roq gap bo'lyotdi. Bu mushtoq bir gap endi. Buni ba'zilar Xitoydagi madaniyat inqilobininki ikkinchi nusxasi niki bosh ko'tarishi deyotdi. Xitoy mushundoq Xitoy fuqarolariniki gap so'zlarini, to'rlarni intayin qattiq kontrol qilyotdi. Intayin bir vahshiy darajaga bordi hozir. Xi Jinpingga chuqinish, ondan keyin xalqlarniki mushundoq söz erkinligini cheklash jihatlarda nihoyatda vahshiy bir pallaga chiqdi hozir. Yaqinda sizlarga bir videoni chiqib qo'ygandim men Facebook'ga. Xi Jinping ko'rganmi yoki o'tirib qoqqanmi bir u burnini Xitoyning bir shaharli ko'rgazmasigida ko'rgazmaxona qo'yib qo'yibdi. Xi Jinping bilan munosabatlik u burni deb. Shu darajaga bordi hozir Xitoy ahvoli. Ma'mu shu xildagi bir ahvol endi. Yaqinda cho'ngroq Xitoylarniki medialarini ko'rsanglar, chet eldagi erkin medialarni ko'rsanglar, shu parang eng ko'p bo'lyapti hozir. Ondan keyin bugun Xitoyniki Xi'an shahrida Xitoy O'rta Osiyo rahbarlari uchrashishi boshlandi. Buni Xitoylar ikki cho'ng alohidaligi bor. Birisi Xi'anni intayin qattiq qamallayapti Xitoy. Bu boshqa davlatning rahbarlari Xi'anga kelishdan burun qattiq qamallab, hatto Xi'anliklarni boshqa yerga ketib turishga chaqirib degandek, uydan chiqsang bo'lmaydi deb xuddi bir Xitoycha JN deydi, oqshomlar kishidan sirt chiqib qo'ymaydigan ashnaq bir narsalarni qilib o'rlashtirib, bular kelib hozir bu faoliyatdagi birinchi kundan o'tirib chiqqan rasmda qarasanglar, ajoyib O'rta Osiyo ellarining rahbarlarining ko'ngli elishga darajadan tashqari tirishayotgandek bir ahvollar yuz beryotdi. Buniki rasmlari hozir WhatsApp to'plarida tarqalishga boshladi. Men bu ehtimol bugungi videodan keyin bir qanchasini o'rtoqlashib qo'yishim mumkin. Albatta men degandek bir tarafdan bu ellarniki mustaqil bo'lishi, egalik huquqiga ega bo'lishi qonunsiz deb turib, yana bir tarafdan maoshlarni qilyotdi. Bular bir-birisiga aytib bog'liqlik. Xitoy kelgusida dunyoni so'ramoqchi. Bu uzun muddatli planlarniki bir qismi deb qarash mumkin. Hozir mush bo'lyotdi. Men bu ishda ko'p to'xtalmayman. Nima qilsanglar bu Uyg'ur medialarida nurg'unlar buni xabar qiladi bu ishni. Ondan keyin Xitoyniki iqtisodiy ahvoli hozir intayin nacharlashyotdi. Chet el shirkatlariniki Xitoydan chekinib chiqishi, boshqa davlatlarniki Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy munosabatni shilonlashtirish jihatlarida nurg'un ishlar bo'lyotdi. Bu yil Xitoyda 12 million o'quvchi o'qish bitiribdi, ammo xizmat yo'q. Hozir shu chet el shirkatlariniki chiqitishi sababi bilan andan keyin nurg'un ellarniki Xitoydan kirgizadigan mallarniki miqdorini azaytib o'tishi bilan hozir Xitoyda ishsizlik intayin eg'ilishib, yangidan o'qish bitirgan o'quvchilarniki xizmat qurilishi tas bo'lib, hozir endi Xi Jinping hokimiyati Xitoyda qaytadan qayta tarbiya ilish, madaniy inqilobidagi qayta tarbiya ilish ishini yo'l qo'yadiganning tayyorlig'ini qilyotdi. Men qayta tarbiya ilib boqqan 1,5 yil, 76-yildan 78-yilgacha 1,5 yil Oqsunik Onsu naysida bir shal urug'chilik maydonida qayta tarbiya olgan. Hech qanday to'q yo'q bir maydonda u, shu yerda. To'q yo'q, jinchiroq ishiltilgan yer. Shunday qilib boqqan, shunga bu ishlarni obdan bilaman. Xitoylar hozir endi qaytadan shuni yo'l qo'yib, shu orqali shu o'qish bitirib xizmat topolmayotgan, andagi ishsiz qolib qolgan yoshlarni bir taraf qilish, chiroyli ismlar bilan mush sohada tirishyotdi. Bu birisi, yana birisi
Xitoy hozir sanoatdagi muhim bazalarini Sharq Turkistonga o'tkazish jihatida nurg'un ishlarni olib boryapti. Bu bir cho'ng tema, degan bu to'liq to'xtalmayman. Keyin zo'r bo'lgancha bu haqda ozroq so'zlashim mumkin. Ondan keyin Xitoyda hozir sorun açıp soda qilish yo'llarining buyiga naslini tizilib sotadigan ashta bir iqtisodni yo'l qo'yish ishlarini biroz bosh ko'taryapti. Ayni vaqtda Li Keqiang shuni qo'lga vaqtida Xi Jinping degan jalot uni boqqan, uni to'sigan. Hozir endi Xitoyning iqtisodi yaxshi bo'lmagan sari hozir mandaq ishni qaytadan yana yo'l qo'yishniki alomatlari o'tirib chiqyapti. Yana bir ish Xitoyda yine virus bosh ko'taryapti, virus to'lqini. Bunun ichida tunji qitim kasal bo'layotganlarmi bor ekan, andan keyin ikkinchi qitim kasal bo'layotganlar bor ekan. Bir qancha cho'ng shaharniki doktorxonalari yana shu Xitoy virusi bilan yuqumlangan kishilar bilan to'shib ketib yotibdi hozir. Mana xabarlar o'tirib chiqyapti. Endi yaqinda bo'lgan yana bir cho'ng ish Xitoyniki medialarda şu Xitoyniki Tayvanni qurolliq besvelishi haqida bir maqola chiqqan. Bu maqolaning zaten nereden chiqqanligi aniq emas. Lekin bu yaqinda bo'lgan bu maqolalar munosabatli bo'lgan bir alaylik nima desanglar, Xitoy hukumati bu maqolaniki Xitoy medialarida tarqalishini cheklamagan. Bu ishniki hozir Yaponiyada echilayotgan 8 davlat gruppasiniki yig'ini bilan munosabatli. 8 davlat dunyodagi eng iqtisodiy kuchli 7 davlat G7 7 davlat eng nimasi iqtisodiy kuchli 7 davlatni o'z ichiga oladi. Amerika, Angliya, Fransiya, Italiya, Yaponiya degandek. Bu 7 davlat dunyo iqtisodiniki 3dan 1 qismini boshqardi yoki shu ishdan bir qismidagi igisi endi. Mushu yig'in bilan munosabatli bo'lish mumkin. U Xitoyniki anda bir maqolani o'ttirib chiqarib, uni cheklamasligi. Nima qilsanglar, Xitoy internetni qattiq kontrol qiladi. Agar cheklagisi bo'lsa, buni internet tizlam cheklab ketadi. Bu maqolada o'ttirib qo'yilgan 4 cho'ng bir muhim nuqta nazar var. O nima desa, agar Xitoy Tayvanga qurolliq hujum qilsa, 4 oldingi hisobda tang urush qilishga majbur bo'ladi deydi. Uni birinchi oldingi hisobi Amerika, Yaponiya va Tayvanniki Xitoyga qarshi urushish oldingi hisobi. İkincisi Amerika bilan Janubiy Koreyaniki Shimoliy Koreyaga qarshi urush qilish oldingi hisobi. Üçüncüsü Amerika ve Avustralya qo'shinlariniki Janubiy Xitoy dengizi ve Janubiy Tinch okean rayonida Xitoyga qarshi urush qilish oldingi hisobi. Eng oxirgisi Hindiston armiyasiniki Xitoyniki G'arbiy Janub chegarasida elib boradigan urushi. Mushundaq 4 urushni tan qilishga to'g'ri keladi. Ashta bo'g'ashqa Xitoyniki Tayvanga qurolliq hujum qilishi mumkin emas. Bundaq ishni Xitoy qilmaydi deganroq mazmundagi bir maqola ekan bu. Endi buni nima uchun cheklamaydi? Meniki o'zimning tushunchim bunda bu to'liq har xil ko'z qarashlar bor. Kishilar ma 4 oldingi hisob haqidagi nazariya xil to'g'ri deb qarayotdi. To'g'ri, lekin buni Xitoylar nima uchun cheklamaydi? Bu shu 7 davlat gruppasiniki yig'in etishdan sal baldir o'tirib chiqdi bu narsa. Xitoy nima uchun cheklamaydi? Meniki o'zimniki farzi Xitoy musharqlik dunyoning ko'zini bo'yamoqchi. Xitoy hukumati Tayvanni qurolliq elish tushidan voz kechgani yo'q. Izchil turda tayyorlab qilyapti har jihatdan, harbiy qaysi jihatlardan. Endi hozir shu 7 davlat gruppasiniki yig'indan burun bundan narsani o'tirib chiqishi dunyoni aldash, dunyoni ko'zini bo'yash deb o'ylayman men. Qasdan mush orqali dunyoni bexotlashtirib o'ziniki tayyorligini puxta qilish mashlar bir suiqasdi bor deb o'ylayman men. Ishqilib bu yaqinda o'tirib chiqqan cho'ng paralarniki birisi. Andan keyin yaqinda bo'lgan yana bir cho'ng ish Xitoyniki Kanadadagi bir diplomatik xodimini
Kanada hükümeti qo'llab etdi. Bu kishi asli bu kishi bir o'tgan yillardan 2021 yili bir qonun loyihasini o'tirib chiqargan ekan. Xitoyniki Uyg'urlar qaratgan siyosatni irqiy qirg'inchilik deb atash. Mushu jihatda parlamentga bir qonun loyihasini o'tirib chiqargan kishi ekan. Keyin Xitoyniki Kanadadagi elchixonasining odamlari shu qonun loyihasini o'tirib chiqargan parlament a'zosiniki oilasini tekshirish ishlarini olib beribdi. Buniki Xitoyda qanday tuqqanlari va Hong Kongda qanday tuqqanlari va bu degan ishlarni. Keyin bu ish pashib qilib, yaqinda o'tirib chiqib qilib bu shuning bilan bu Kanadaniki bosh ministrga besim bo'lib ketib, shuning bilan bu bir Xitoy amaldorini Kanadadan qo'g'lash ishi yuz berdi. Bu bir cho'ng xabar bo'lib ketdi. Endi bu Uyg'urlar bilan munosabatlik. Andan keyin yaqinda bo'lgan yana bir ish Ukrainaniki prezidenti Zelenskiy Yevropadagi bir qism davlatlarni ziyorat qildi bu odam. Hozir Ukrainadagi urush intayin bir keskin holatga kelib qoldi. Ukraina Ruslarga qarshi qaytarma hujumga o'tishni boshlagandek alomatlar bor bu jihatda. Endi shunday bir paytda Zelenskiy nima uchun Yevropadagi ellarni ziyorat qiladi degan savolga berilgan javoblarda endi hozir endi Ukrainaniki bu yilning ichida 2023 ichida Ruslarni chekindirib ozodlikqa chiqish ehtimoliga bak kuchliq. Endi bu Zelenskiy hozir urush tugagandan keyin Rossiyani qanday jazolash, urush chiqimlarini qanday to'latish, mushu sohadagi ishlarni muzakkirlash uchun bu ziyoratni yapıryapti degan gaplar kuchli hozir. Ondan keyin Ukraina Rossiyaniki ba'zi joylarini egallab olib, uni ruslar bilan sodlashish, tampan qilib, ruslar egallab olgan joylarni qaytarish uchun ishlatish mana ehtimolligi bor degan gaplar o'tirib chiqdi. Endi bu ishga Ukrainaniki mana planlari bor ekan, meniki egallagan uchurlarga asoslangan chog'da. Lekin bunga Amerika intayin qarshi ekan. Ukrainani Ruslarning yerini egallab olishdan to'sayotgan ahvollar bor ekan. Mushtaq gaplar mediada chiqyapti. Yaqinda chiqqan yana bir xabarlarda bor Ruslar bilan Xitoylarniki hypersonic missile degan boshqariluvchi bombalar bor. Hypersonic degan bu bomba odatdagi boshqa boshqariluvchi bombalarga o'xshash tuvan egizlikda uchmay bu koinotdagi orbitaga chiqib shu yerda uchib keyin portlatmoqchi bo'lgan joyga tushidi bu. Surati bek tiz. Surati ovoz to'lqininiki suratidan 10 narsada kuchli tiz endi. Sekundiga 3 kilometr mashaq ekan. Ashta bo'lg'achqa bundaq bombalarni Amerikaniki boshqaruvchi bombadan mudofaa qilish sistemlari to'sanmaydi degan gaplar hali bulungan. Bu endi mushtaq bir texnologiya Xitoy bilan Ruslarni hali o'kirtayotgan yaqin yoqi. Bu jihatda Amerika sal oqid ekan. O'tganda shu gaplar o'tirib chiqqan chog'da Amerika bu jihatda tayyorligi yo'q. Xitoy bilan Rossiya mana bombani yasab chiqib oldi. Shunga urushib qolsa Ruslar mushundaq bombadan foydalanib yadro bombalarini xil yerga olib yetarlaydi degan gaplar bo'lgan. Yaqinda Ukraina 5-oyning 6-kunlarida deyman. Mushu Ruslarniki mushu hypersonic boshqaruvchi bombasidan birini tushirayotgan. U bir cho'ng g'ug'li bo'lib ketgan. Yaqinda yana 6 ni tushirayotdi. Ruslar xirjiq bombalarni atgan ekan, buning ichida shu 6si mushu hypersonic boshqaruvchi bomba ekan, ularning hammasini tushiribdi. Bu ish nayda cho'ng g'ulg'uli bo'ldi. Xitoy bilan Ruslarniki havasini intayin qattiq yerga bir qatim urdi. Ya'ni buni to'sib qolib bo'lmaydi degan, lekin Ukraina bu Ruslar atgan shu bombalarning hammasini to'sib oldi yaqinda. Shunga bomba bak cho'ng xabar bo'lib ketdi. Endi yaqinda men anglagan yana ikki muhim xabar bor. Uniki birisi Amerikada ishlanib o'tgan yil 5-oyda tarqatilgan bir video.
Bu videonun ismi 200 nafar 200 dona qachir degan ot bilan eshakniki shalg'itlishidan tug'ilgan bir xil hayvon. Qachir bizning vatanda bor. Filmning ismi shunaqa ekan. 2000 qachir ekan. Bu filmda o'tirib qo'yilgan narsa 2020-yildagi Amerikadagi prezidentlik saylovida bo'lgan bir qism ishlarni pash qilish bo'pti. Bu film tarqatilmabdi ancha ko'p. Mediada tarqatilmabdi. Fox degan media biroz dastlabda taqib qilgan ular kimlarmi chiqayotgan o'xshaydi. Buningda shu 2020-yildagi saylovda bo'lgan bir qism ishlar bayon qilinibdi. Asosligi Amerikadagi prezidentlik saylovida bilet tashlash 3 xil usul bo'yicha elib berildi. Birincisi bevosita bilet tashlash. Amerikaning nurg'un yerlarda bilet tashlash punktini qurib, kishilar shu yerga bilet tashlash. Bu Amerikada uzun yillarning mobaynida qilib kelayotgan ishdi. Lekin 2020-yili Xitoy virusi sababidan bu ishga bir yengilliklar o'tirib chiqqan. Uniki ikkinchi usuli bilet tashlash, sanduqiga bilet tashlash. Burun bu narsalar ancha ko'p emas ekandik. Lekin virus sababidan bir yerga berib tashlasa kasal yuqdi degandek bahonalar bilan nurg'un yerlarga bilet tashlash sanduqini qurib, kishilar shu bilet tashlash sanduqiga berib bilet tashlasa bo'ladi degan ikkinchi xil usul. Uchinchisi pochta orqali bilet tashlash. Pochta orqali bilet tashlash aslida Amerikaniki askarlarga chiqarilgan bir usul ekandik. Xabarlarda Amerikaniki chet elda nurg'un askarlar bor. Dunyoning hamma yerida Amerikan askarlari bor. Ular Amerikaga qaytib kelib bilet tashlamaganligi uchun ularni saylamdan burun oldin ola bir ay bo'ldir pochta orqali bilet tashlasin bo'ladi deb mashina o'tirga mustaq bir charni quyat yo'l qo'yilib uzun bo'ldi ekan, lekin odat kishilarga undaq bu yo'l uchiq emas ekan. Sanduqda bilet tashlashmi amaliyotda bilet tashlash kunisi shu bilet tashlash punktiga berib biletni tashlamaydigan kasaljon bir qism odamlar uchun chiqarilgan ekan, lekin umumlashmagan ahvol ekan. 2020-yili bu narsa keng ko'lamda elib berilib, shu yerda bir qism voqealar chiqibdi. Bu videoda shu narsalar isbotlar bilan pash qilinibdi. Asosligi siz bir yonfonni ko'tarib yursangiz, sizniki har kuni nerlarga borganligingizni telefon shirkatlari hammani ko'rib tura oladi. Xotirasi bor uniki. Bu filmni ishlagan kishi shu jihatdagi nurg'un rekordlarni qo'lga tushirib, shu an tahlil qilish orqali bir qism ishlarni pash qilibdi. Qisqacha mazmuni nima desanglar, bir qism kishilar bilet tashlashni ancha bilmaydigan yoki siyosiy maydoni aniq emas yoki bu sababi va ancha bilet tashlashda aktiv emas odamlarni tepib, ularning biletini to'ldirib, andan keyin shu bilet tashlash sanduqiga berib tashlabdi buni. O'tir hisob bilan bir odam 50 bilet tashlash sanduqiga berib, o'xshamagan yerdagi har birisiga 5 bilet tashlabdi. Bu biletlarning hammasi kishilarning faraz qilishicha shu Baydenning saylagan biletlar endi. Bu mushuna qilgan odamlarning soni 2000 dan oshdi ekan. Shunga 2000 hechir deb ism qo'yib qo'ygan shu. Bu to'g'riliq buni ko'p to'xtalmayman. Men odamiga Facebook'ga mushaqdagi bir videoni chiqarib qo'ydim. Uni ko'rib baxsanglar bo'ladi, qiziqdiganlar. Ondan keyin bu video nimada bor ekan? Amazon'dan bor ekan, bugun men tekshirib baqdim. U yerdan ep ko'rgili bo'ldi ekan. Men shuni bir deb qaydadim. Mush bir cho'ng bir narsa o'tirib chiqdi yaqinda. Ondan keyin yana birisi yaqinda Amerikaning siyosiy sahnasida bo'lgan yana bir cho'ng ish. Amerika hukumati ishga qo'ygan bir alayda tekshiruvchi yaqinda bir tekshirish dokladini o'tirib qo'ydi. Bu nimani tekshirdi desanglar, 2016-yildagi Amerika prezidentlik saylovida Trumpning ustidan nurg'un gaplar bo'lgan. Trumpniki ruslar bilan munosabati bor degan, ruslarniki bir xil pashixonlarda bo'lgan ishlar degan u gaplarni o'tirib chiqib ketgan ish qilib, Trumpga shu chog'da bir qism gaplar ortilib, ashlarni tekshirish ishlarini olib bo'lgan Amerika hukumati. Bu qitimki Mao alayda tekshiruvchi shu tekshirish ustidan tekshirish olib berib, shu dokladni chiqaribdi. Zodi shu joyga ish qanday ishlab. Bu dokladniki
asosliq mazmun bundaq. Bu doklad jami 306 varaq ekan. Ularniki chiqargan yakuni Amerikaniki federal tekshirish idorasi FBI aslida 2016-yili Trumpniki Rossiya bilan bo'lgan munosabati haqida tekshirish yapmasligi kerak. U bir aslida bulishlik ish emas. Buni sun'iy holda o'tirib chiqargan ish deydi. Ondan keyin Amerikaniki adliya idorasi Justice Department bilan FBI aniki bu sohada tekshirish ilib berishi qonunsiz deydi. Ularniki aslida bundaq mas'uliyati yo'q. O'ziniki mas'uliyat doirasining sirtida bu ishni qilgan deydi. Ondan keyin shu chog'dagi Trump ustidan tekshirish ilib berish bir taraflama bo'lgan yoki Trumpni bosgan deydi. Uningga shu isbotligi bo'lmaydigan, haqlar topgan hech qanday manbasi yo'q gaplarni otib yurib epirilgan tekshirish deydi. Ondan keyin shu tekshirishda 2016-yilda epirilgan tekshirishda Trumpni oqlaydigan paketlarning hammasi besib qo'yilgan. Uni o'tirib chiqarmagan. Faqat Trumpni qarlaydigan isbotlarni o'tirib chiqarib, yana bir tarafni o'tirib chiqarmagan. Ondan keyin shu vaqtda Trump bilan Hillary Clinton ikkisiniki qilgan ishlarining darajasi o'xshash darajada. Ya qilgan ishlarga oid isbotlar o'xshash darajada o'tirib chiqqan. Rasulamda yolg'on bo'lamdi. Lekin buning ichida Hillary'niki jinoiy ishlar haqidagi isbotlarniki haqiqiy ekanligi ehtimolligi cho'ng. Lekin Hillary haqidagi isbotlarning hammasi bostirib qo'yilgan. Hillary haqida hech qanday tashvish yapolmagan, ammo Trump ustida tashvish yapolgan degan. Shunga bu qatimki bu tashvirguchi Amerika hukumati nachining oldida bekitgan, lekin 3 yildak tashvish yapolgan bir ishkan. Ashta bu boshqa bu ishonchlik, ashta bu uchun bu qatim doklad hali Amerikaniki cho'ng medialarining hammasida o'tirib chiqdi. Ular xabar qildi buni. Bu to'g'risiga pragmatik oxirlashmadi. Bundagi qanaqa qildi bilmaymiz. Lekin mana bir cho'ng ish bo'ldi Amerikaniki siyosiy sahnasida. Endi Amerikadagi xabarlarni men har kun ko'rib turman. Bo'libmi Uyg'urlarga foydali nima o'tirib chiqib qilar ekan deb. Amerikaning xabarlarini ko'rish intayin ko'ngilsiz ish bo'lib ketdi hozir odam. Agar yurgi ojizroq odam bo'lib qolsa, yurtira olmaydigan darajada ajoyib ishlar o'tirib chiqyotdi. Odam qusqisiga keltiradigan, o'zini erlikdan ayolga o'zgartgan kishiniki so'zish musobaqasi qatnashishi yoki qizlarniki o'rniga kirilishi, qizlarni kiyim almashtirgan uyga kirilishi degan gaplar bo'lyotdi. Ondan keyin Amerikaning chegarasining ishi bor, intayin eg'ir. Nurg'un odamlar eqib kiryotdi Amerika chegarasidan, Xitoylar bor hozir. Trump ayni vaqtda Amerika bilan Meksika o'tirishga tam yasayman deb necha yil elishib 20 milliard dollar pulni hal qilolmagan. Hozir yangi hukumat Ukrainaga ham 50 milliard dollar pul beryapti. Ondan keyin chegarani echyapti, nurg'un odamlar kiryotdi. Bu ishlar bor. Ish qilib dunyoniki umumiylik vaziyati adolatlik, insonparvarlik jihatdagi yuzlanish bizga intayin foydasi bo'lyotdi. Ashta bu boshqa hozir endi biraz xushal yashay desa, ashtaq ishlarga biraz quloqni itib qo'yib, o'zimizning ishlarga, o'zimizning zehnni yig'ib, ashtaq qarab oldimiz qarab olmasak, odam sirtga ko'p qarab ketgandan biraz tushkulishib qoladi. Ashtaq bir ahvol bor. Shunga men o'tirliq gaplarni ancha ko'p degim yo'q sizlarga. Yuqorida bu bir video bilan bir diqqatni deb qo'ydim. Biz yanlamkin o'zimizniki kuchini, zehnisini, vaqtini o'zimizning ishga markazlashtirib ishimizni qilaveraylik. Bu bir qancha kun mobaynida Xitoyniki menga Twitterda bo'lgan hujumi hali kuchaydi. Hozir bular taktikalarni biraz o'zgartirib, bunga sal o'xshamaydigan narsa o'tirish qilyotdi. Masalan, meni CIA'dan maash oladi Amerikani. CIA uchun gap qilyotdi degan gaplar hali ko'p chiqyotdi Twitterga. Men tekshiryapman bu ishlarni yozayotganlar qanday odamlar deb. Burun buni Xitoyniki mashina odamlari qildi. Bundan narsani yozgan odamlarni tekshirsangiz, hech qanday agash kuchisi yo'q. 0, 1 yoki bir 10 nechta agash kuchisi bor odamlar chiqdi. Hozir bir qancha 100 agash kuchisi bor odamlar chiqaryapti buni. Men turib o'ylab qoldim,
bular yanılam şu yenidən hesap elib Twitter'da andikin bir-birisini əgəşki yüzgüzüb bir-birisini aştaqlış arqılıq sanı köpəyitib şu arqılıq otur çıxıratanlığı dep oyladım. İş qılıb bir yeni taktiki boyunca hücum bu atıda hazır. CIA'nın adamı, CIA'nın təşkilatı dep bu cəhətdə bəzi həcvi resimlər oturuq çıxdı. Bularni istəgim şirk dep qo'yay. Men parvo qilmayman. Men yashab ketaverman. Endi vatanning ishiga kelsak, hozir Xitoy umumyuzlik holda Uyg'ur qirg'inchiligini inkor qiladigan tashviqot va bir qism ishlarni qilyotidi. Uning birisi nima sayohat yoki ekskursiya o'maklarini tashkillab chet elda uni Sharq Turkistonga olib ko'rsatish u kishilarni shu ziyorat qildirish ishlari bo'lyotidi. Bularning hammasi shu Sharq Turkistonda chiqqan ish bo'lmaydi, Uyg'urlar baxtli yashayotidi degandek narsani qildirishyapti bo'lyotidi. Ondan keyin bu jihatda tashqi usullar chiqyotidi. Ba'zi chet elliklar bizim vatanga berib video ishlab, masalan meni Erkin Sidiq Qashqa hotellarda Quda Oqsularda Uyg'urlar qolmadi deganda ko'dinglarmishlar hammasi Uyg'ur deb ashta videolarni chiqayotganlar bor. Bu yerda videoni ishlagan odam bilan buni Twitterga chiqayotgan ayrim odam. Video ishlayotgan odamlar mana mishalar keldim, mana mashalarimiz Uyg'urlar deb turdi. Yana birisi ko'dinglarmi Erkin Sidiq Uyg'urlar qolmadi degan mashalarimiz Uyg'urlarmi deb andaq o'tirib chiqyotdi bu videolarni. Unda ishlam bo'tadi meni boshqa matotadi Rushan Abbas, To'q Naysa degandek boshqa kishilarni atab turib mashalarni o'tirib chiqyotdi. Şuna bu jihatda endi cho'ng yuzlanish Uyg'ur qirg'inchiligi inkorligini normallashtirish cho'ng yuzlanish bo'lyotidi. Xalqarada Uyg'urlarning gapi hozirmi bir qism medialarda yana davomli chiqib turyotidi. Yana bir tarafdan Uyg'urlarniki beshiga kelgan ziyon bu narsalar ancha tilga ilinmayotidi. Ondan keyin hech qanday tadbir yo'q. Birisi Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatadigan tadbir yo'q. Ikkinchisi buni bu ishniki qonuniy javobgarligini tatqizadigan tadbir yo'q. Bu jihat odamni nihoyatda ko'ngli yerim qiladi endi. Ondan keyin menga yaqinda kelgan yana bir uchur hozir Xitoy hukumati Xitoy erlarini Turkiya va O'rta Osiyodagi millatlarniki ayollari bilan to'y qilib bola olishga chaqiriq qilib ashuna qilganlarni Turkiya va O'rta Osiyodagi ayollar Turkiya ayollari bilan to'y qilib bir bola olgan bo'lsa, ularga 300 ming Xitoy puli mukofot beradiganligini yo'l qo'ygan ahvollar ishlarniki uchrab keldi menga. Bunday ishlar bo'lib o'tibdi hozir. Shunga bizning oldimizda nihoyatda cho'ng savol bor. Bundaki qanday qilish kerak? Bundan keyin biz qanday yashaymiz? Nihoyatda cho'ng savol bor. Xudoyim bilsa men bundan keyin mushtatda yana davomli izlanib, o'zimniki o'ylaganlarini o'tirib tashlayman. Bir qism narsalarni o'ylab qo'ygandim. Bugunbek video uzrab ketadi. Uni bugun demayman, keyinchi deyman. Sizlarning shunladimi? Chet eldagi Uyg'urlarchida biz bundaki qanday qilamiz? Chet eldagi Uyg'urlar bundaki qanday yashash kerak? Mushtatlarda o'zinglarniki yaxshi idealari, takliflari bo'lsa, menga yetkazib qo'yinglar. Men buni videoda tilga olay. Agar xohlasanglar isminglarni tilga olaman, xohmasanglar isminglarni tilga olmayman. Ash bo'yicha mana shu videoda o'rtoqlashib, chet eldagi hammamiz o'rtaq o'ylanib, o'zimiz uchun bundan keyin bir yaxshiroq yo'l tepishga hammamiz o'rtaq tirishsak, musharqlik fikr almashtirsak bo'ladi. Meniki shu hozir qadar ta'kidlab kelayotgan narsam, albatta men degandek xalqaro vaziyatning yuzlanishi bizga foydali emas ancha. Bir mezgilda aytib foydali ahvollar o'tirib chiqqan, lekin amaliy tadbir qo'llanmaganligi uchun bizga amaliy manfaat beradigan bir narsa o'tirib chiqmaydi. Mushtaq ahvolda biz yanılamkin uzun muddatni ko'zlab o'zimizni kuchlantirish, mushu sohadagi ishlarni yaxshi qilishimiz kerak deb o'ylayman. Bu jihatda men sizlarni o'zimni o'ylaganlarimni davomli mushu videoda bundan keyin deb manaman yana. Albatta vatandagi ahvollarni degan vaqtimda bir ishni tushirib ketdim.
hozir vatanga berishmi bo'yotidi chet eldagilarniki vatandan chet elga chiqishlarmi bo'yotidi bumi xitoyniki uyg'ur qirg'inchiligini inkorini normallashtirish jihatlarda elib berayotgan bir tadbir suiqasd bu mushlar bo'yotidi hozir shuni deyishni unutib qolibdiman. Yaqinda Twitter'da bir narsa ko'rib qoldim. Shularni ismini barchangizlarga deb qo'yay. 4-ayning 30 kuni Amerikaniki bir Abatman degandek talk show'niki bir sahibxonasi bor. John Mayer degan bir odam, o'zi Yahudi. Chaqchaqchi odam, aniki yuqori saviyada qiladi bu programmani. Shu odam Tesla'niki qurg'uvchisi Elon Musk bilan bir suhbat o'tkazdi. Bir necha minutlik videosi chiqdi ekan, men uni ko'rib baqdim. Shu yerda bundan bir savol so'radi. John Mayer Elon Muskdan savol so'radi. O deydi, sen bir kishi bilan haqiqiy muhabbat bog'lamasang, mangu baxtli bo'lolmaysan deb shuni debsan deydi. You will never be happy unless you are in love deydi. Aşağı depsen, bunu bir tushuntirib qo'ysang deb so'radi John Mayer Elon Musk'tan. So'raganda Elon Musk deydi, bu jihatda ikki soha bor deydi. Uning birisi sen bir odam bilan bir haqiqiy muhabbat bog'lagan vaqtingda baxtli bo'la olasan. Bu bir qismi deydi. Yerimi. Yani qolgan yerimi agar sen o'zing qilayotgan xizmatni yaxshi ko'rsang, baxtning qolgan yerimi sherdan keladi. Shunga bu baxtniki ikki tarafli qism bor degan gapiniki men tushundirsam endi. Ikki tarafli qism bor. Birisi haqiqiy o'ziniki ayoli yoki o'ziniki eriga bo'lgan haqiqiy muhabbat. Sherdan keladi yerimi, qolgan yerimi sizning xizmatingizdan, sizning kasbingizdan keladi. Agar shu kasbni eng yaxshi ko'rsang, sherdan baxtli keladi deydi. Shunga bu qiziqarli bir gap bo'ldi. Şunu sizlarga bir deb qo'ydim. Bu yerda bu sohada men yana keyin to'xtaladigan ozroq narsalar bor. Men kitob o'qiyapman. Bolalar tarbiyasiga munosabatlik. Vaqti kelgan chog'da bu vaqtda yana so'zlab beraman. Uni bilgan menda ozroq narsa kalam kelib qolganda demay turay. Lekin eng oxirida bir narsa endi bizning idoradagilar NASA'niki baş shtabiga bir projekt loyihasi tayyorlagan. Umi bir 6 metrlik olam teleskopi haqidagi endi plan loyihasi. Uni agar tasdiqlansa asos qilgan odamlarning birisi men endi. Ashta boshqa shu projekt loyihasiga men to'g'riliq ozroq gap qistirib qo'ydi. Buniki mazmuni biz intayin faxrlangan holda shu projektni qildigan halqiliq xodimlarniki birisi bo'lgan Erkin Sidiq haqida mundaq ishlarni tilga qo'yishni xohlaymiz. Erkin Sidiq Uyg'urlarniki huquqini qo'llash sohasida aktiv ish qilayotganlarniki birisi. U Dünya Uyghur Qurultayı bilan Amerika Uyghur Akademiyasiniki maslahatchisi, shundaqla Uyghur Project fondiniki qurg'uvchilarining birisi va raisi degan gaplarni qo'shib qo'ydi bu loyihaga. Shuni tayyorlayotgan projektniki boshlig'i menga uyatibdi uni. Erkin deb yozmoqchi, sen qanday qaraysan deb men bo'ldi deb qo'ydim. Nayt suyundim. Men uchun bu bir cho'ng ish endi. Nima desanglar, necha yilning oldida shu 2017-yildan keyin bo'lib 2018-yillardan boshlab Uyg'urlar uchun shu arxiv ishlarga qatnashib Twitterni yo'lga qo'yib, boshqa ishlarni qilib, mushtaq qilishga boshlagan vaqtimda men ikki narsadan ansirgan aytdi. Ansirgan narsamniki birisi o'zimniki NASA'dagi xizmati. NASA'dagi kishilarniki birisi din sohasida nayt uch qashqara bakchi qishdan qilib ketishni xohlamaydi, ikkinchisi siyosiy sohada. Sababi nima desa, agar NASA'da ishlaganlar bir chet el davlat hokimiyatiniki dushman bo'lib qolsa,
NASA'daki projektlarni ba'zi bir ta'tillarga uchraydi deydigan ko'z qarashi bor. Ashta bo'g'ashqa men ansirab mush ishlarning sababidan men xizmatdan qo'llanib o'qilishimmi ehtimoli bor deb qo'llanib bo'lsammi qilay degan yo'lni tanlaganman. O chog'larda men media bilan so'zlashgan vaqtimda yoki UBA bilan suhbat o'tkazgan vaqtimda, leksiyada so'zlagan vaqtimda o'zimniki NASA'da ishlaydiganligini aytilgan olmagan. Sababim shu edi. Uni bek ta'kidlab kelsam, men xizmatdan chiqilishi mumkin degan andisha bor. Endi chiqilib kelsam mayli deb uni yetarligim bor edi. Keyin NPR degan Amerikadagi bir 6 million anglitchisi bor bir radio şirketi var. Şu yerda bir yarım saatlik suhbat o'tkazgandan keyin bizni idorachilar anglab, ular o'zlari andan erkin sidiq mishlar mediaga chiqibdi deb bu gaplar o'tirib chiqib, mening boshlig'im meni tabrikladi. Shundan keyin biroz xotirjam bo'ldim. Undan keyin suhbat, videolik suhbat yoki medialar ko'rsam, o'zimni davrdagan bo'ldim. Men NASA'da ishlagan bir injener deb. Shu darajadan endi hozir ma darajaga kelishi meni intayin xo'shal qilgan bir ish bu. Shunga sizlarga deb qo'ygim keldi. Aslida men xizmatdan qo'llanib kelsam mayli deb kirgan bu yo'lga. Shuni sizlarga deb qo'ygim keldi. Qisqasi albatta bir savolni so'rab qo'ydim. Bundaki qanday yashaymiz deb. Biz yenilam o'zimizniki uyg'urligidan faxrlanib, qo'limizdan kelgan ishlarning hammani qilib yashashimiz kerak. Mayli xalqaro vaziyatni bo'lib kelsin, biz boshqalarning chiriyiga, ovoziga qarab turib ish qilsak, hech qanday ilgilanmaymiz. Millatni qo'dab qololmaymiz. Vatanni qo'l keltirolmaymiz. Shunga yenilam faxrlanib yashab, qo'limizdan kelgan tirishchilikni hamma qilishimiz kerak. Shaxsan men shunday qilaman. Oxirida mushkatni sizlarga deb qo'ygim keldi. Bo'ladi, bugungi video mushlik bo'lsin. Qolgan gaplarni keyingi qatimda videoda deyishimiz. Har qatim ko'rishga omon bo'linglar. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.